Allo, assalomu alaykum. Ha? Bashoratxon opa, siz bo'lasizmi? Ha? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Ya. Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barakatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal tilaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday chiroyli samimiy tilaklarni sizga yo'llab qolgan bo'lishlari mumkin. Jiyaningiz Sayliddinjon tomonlaridan chiroyli dilnomalar yetib kelgan ekan. Ijozat bersangiz sizga ularni Alloh qodir qilguncha yetkazib bersam. Assalomu alaykum qadrli insonim. Meni bu dunyodagi farishtam, bebahoyim, dunyolarning nuriga, jannatlarning huriga alishmagan yakka yagonam, mehrligim, mehribon xolajonim. Sizni bugungi go'zal ayyominga, shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizga dunyodagi barcha ezgu niyatlarni tilab qolaman. Robbim Rahmonimdan umr joningiz uzun, tani joningiz sog' salomat bo'lishini tilab qolaman. Rizqingizga Allohim fayz va barakatlar bersin. Fayzli, barakatli kunlaringizning safi bundan-da ko'p, bundan-da ziyoda bo'lsin. Parvardigori olamim doimo sizni o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida siylasin, ardoqlasin. Yaxshilarga hamroh qilsin u yomonlardan yiroq qilsin. Sizni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Har bir kuningiz mana shunday baxtlarga limmolim to'la bo'lsin. Baxtli kunlaringizni safi ko'paygandan ko'payaversin. Mana shunday baxtiyor kunlarni, unutilmas damlarni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bora nishonlamoqlikni yaratganim nasibi ro'za aylasin. Ilohim yaqinlarimiz bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni yaratgan egam nasib ro'za aylasin. Hamisha yuzlaringizdan kulgu tabassum arimasin. Allohim har bir istagingizga, har bir niyatlaringizga yetkazaversin. Sizdek xolani menga tuhfa aylagan, sizdek jigar bilan siylagan yaratgan egamga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ilohim Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, ishlaringizga esa omadlar ato aylayversin. Aziz boshingiz doimo omon bo'lsin. Dunyodagi hamma barcha tilaklar, eng yaxshi sara tilaklar sizniki bo'lsin aziz xolajonim debdilar. Suyanchig'im tog'dek tirgaksiz, har bir ishda ibrat, o'rnaksiz, bizga juda keraksiz, sizni yaxshi ko'raman xola. Mingta do'st ham o'rningiz bosolmas, sizsiz yurak taskin topolmas, siz bor g'amlar bizga yetolmas, sizni yaxshi ko'raman xola deya mana shunday chiroyli nomalar yo'llab qolgan ekanlar. Dardini olaydi uni. Rahmat. Rahmat baka, uni o'zbeksan. Yaxshi o'qishlar tugatib, yaxshi joylarga ichga kirgin. Dada onda sari boshqa to'g'ri qo'ygan, dada yaxshi bo'lib ketsin. Aytganingiz kelsin ilohim, ilohim yuzlaridan so'raymiz. Doimo mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lmoqlikdan charchamang deymiz. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Rahmatimni aytib qo'ying. Ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar elgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun
sira. Yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim. Yaratgan asrasin sizni iloyim. Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh. Baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh. Baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy